ish izlab chiqqanlar talab bilan taklifni o'rtasidagi munosabatlar yig'indisi bu nima deyiladi? Ish kuchi bozor. O'zbekistonda ish kuchi bozorining holati qanday deydigan bo'lsa, biz hozir aytamiz, juda ham ayanchli deymiz. Nega desa, bizni O'zbekistonda ishlayotgan ishchilarning bor yo'g'i 1%. U ham 1%dan oshmaydi ham. 0.9, 0.8 aylanib turadi. Innovatsion texnologiyalar bilan ishlaydiganlar 1%. Janubiy Koreyaning aholisini 96% oliy ma'lumot. Janubiy Koreyaning yalpi ichki mahsuloti dunyo 10-taligida turibdi. Samsung kompaniyasining o'zi Janubiy Koreyaning 20% yalpi ichki mahsulotini beradi. Unga yetaman deb harakat qilgan gigantlari bor. Hyundai degani bor. Poyezd ham ishlab chiqaradi, ekskavator ham ishlab chiqaradi, hamma narsa ishlab chiqaradi. Uni ham texnologiyalari butun dunyoda raqobatchisi yo'q texnologiyalari bor. Nimani hisobidan? Aholini tarkibida innovatsion texnologiya bilan ishlaydiganlar. Hammasi innovatsion texnologiya bilan ishlagani uchun ko'chada, qurilishda, boshqa joyda ishlaydigan ishchisi yo'q. Bizdan hozir 300 mingdan oshiq odam Janubiy Koreyada borib ishlayapmiz. O'zbekistonda ishchi kuchi bozorini ikkinchi minus holati aholini tarkibida yoshlar juda ham ko'p. Oxirgi 20 yildan beri yoshlar aholining 60% ni tashkil qiladi. Ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar.